Vaqtidan shu bilan keyin mana o'zimiz prisatkan qo'yib yurdik. Hozir mana svichalarni bo'shatib oldim, yechib oldim. Hozir sizlar bilan birgalikda yana po'shina ichini hammasini ko'ramiz. Tak, endoskopimizni yoqib olamiz. Mandaroq qo'ysangiz, qorong quyosh tushmaydigan joyga. Tak. Ketdi mana. Birinchi po'shinga soldik. Mana bu yoqda. Mana qaranglar qanaqa po'shin top-toza. Ko'rasizlarmi? Top-toza po'shin. Hech qanaqa nagar-bagar degan narsa yo'q. Umuman mana ko'rishingiz mumkin. Idealniy turibdi mana. Mana. Bu naryoqda QR-kodi ham ko'ryapti. Ko'rasizlarmi yo'qmi bilmadim. Xo'p, hozir mana to'g'ri ko'rsataman. Bular pastroq ekan, keyin ikki uch ham ko'rsataman hozir. Tak, to'g'ri soldik. Mana ikkitalik o'tib qoldi-yu. Tushunaganda. Xo'p, mana. Mana u ana QR-kodi ham ko'rinib turibdi mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Hozir yaqinroq tutamiz kamerani. Mana. Mana bu 5N degan yozuvlargacha u mana ko'rinib turibdi. Endi kamera endoskopimiz nima deydi ana qaradi. Mana shu qop-qora nagar bo'lib ketuvdi. Mana endi uch ko'ramiz. Hop. Mana 3-po'shin. Mana ko'rishingiz mumkin. Naryoqda mana QR-kodi ham ko'rinib turibdi. Mana. Chap qo'lga qarasanglar, sal teparoq ko'rasizlar. Top-toza mana. Hech qanaqa nagar-pagar degan narsa yo'q. 2 bilan 3 mертвый точка chiqib qolgan, o'shanga teparoqda po'shinlarni to'liq ko'rsatib bera olmayman mana. Tozaligini ko'rib turibsiz. Oppoq, top-toza mana. QR-kodi ham yoqda ko'rinib turibdi mana. Qanday ko'rsatish sizlarga? Ko'ryapti deganman, u chet ko'rinib turibdi. Mana. Mana, ko'rasizlar? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Tak, mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, galovga kirishgani moy krishkasini yechdik. Moyimiz 4-oy ketyapti. Mana sizlarga galovkani ichi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zim o'sha yasab qo'ygan o'zimizning moy. Mana galovkani ichi. Ko'rasizlar, 4-oy ketyapti. Mana endoskopda ko'rsatardim, endi живой ochib ko'rsatyapman sizlarga. Mana ko'rishingiz mumkin. Endoskopda ko'rsatardim, mana endi realni живой holatini ko'rasizlar. Moyimiz sarg'aygan, sababi sarg'ayishini chunki benzinda baribir portlagan paytda o'sha qora ugarlarni moy o'ziga olib tushib ketadi. Massasiyonga ko'lsa. Mana ko'rasizlar, вроде mo'yishi свойствоsi zo'r, chunki bironta bir nagar, hech narsa qoldirmagan galovkada. Nomerlargacha ko'rinib turibdi. Shunaqa lekin hali moyimiz testda hech qanaqa zazur, lyuft, taqir-tuqur unaqa narsa yo'q. Endi sepim ozgina cho'zilgan, sababiki men bosib yuraman, juda ham. Mashina qattiq pedagogifda, qattiq nagruzkada. Shana hisobiga sepim cho'ziladi. Sep cho'zilish u benzin, prisatka yoki moyga taalluqli joyi yo'q. O'sha men juda qattiq bosib yuraman, shuna hisobiga sepim ozgina cho'zilgan bo'lishi mumkin. Qolgan holatini mana ko'ryapsizlar, ideal.